Ey Bahor aka bo'ldi. Bepul ekan deb shuncha ham yeysizmi? Bo'kib qolguncha yeysizmi? Bunda qiyim qo'yadi. Qachon o'chirildi? Bo'kib qolmasangiz bo'ldi bu turishda. Aka zakazinglar keldi, olib qolasizlar. Olib qolamiz. Kamchiliklar yo'qmi? Yana olib keldikmi? Olib kelib. Nechta qo'yaylik? Kuncha ham yutimi odam bilan. Siz ham bo'kinizcha yeyishingiz mumkin, omad taksiyamizni yutib olsangiz. Nima aytasiz? Voy Sevar, g'alati bo'lib ketyapman. Taksi chaqir, doktorga boramiz. Mashina haydalmaysizmi? Yo'q, mazam yo'q. Bemorda nima shikoyat bo'lyapti o'zi? Voy ko'rmaysizmi, zamin kaboblarida aksiya ketyapti ekan. Ana shunda yeb bo'kib qolishdi. Birinchi yordamni ko'rsatamiz. Ko'proq yurish, iliq suvlarni ozgina tez ichish, prokinetik preparatlarimiz bor, o'shalarni ichish tavsiya qilinadi. Besharg'ida eng kichik apparat sizda deb eshitgandik-ku, shuningizni tekshirib bersangiz bo'lmaymi hozir bilan? Bemorda FGDS tekshiruvini qilish uchun o'zini ko'rsatmalari bor. 2 haftadan oshiq muntazam bo'ladigan epigastral sohadagi doimiy og'riq, ko'ngilingni qusish bo'lganda qusishda kofeni quyqasiga o'xshagan qora massalarda tushishi yoki anamnez yig'ilganda ota-onasi yoki yaqin qarindoshlarida surunkali yaralarda uchragan bo'lishi kerak. O'shanda FGDS qilsak bo'ladi. Hozirgi holatda tavsiya qilinmaydi. 8-bog'chaning oldiga Kardionur klinikasiga bitta mashina berib yuboring, iltimos. Kuda. Doktor eshitmadingizmi nima dedi sizga? Piyoda uyga. Quyosh kular, ikkita. What?